Ota-onamni yaxshi sharoitga jo'nataman. Haramga piyoda kirib chiqsin, yaxshi gastitsa bo'lsin, eng asosiysi deganlar. Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, umra safariga bormoqchi bo'layotganlar. Xudo xolasa sizlarda ota-onalaring hamda sizlar uchun ajoyib sharoitlar tayyorlab qo'ydik. Madina Munavvarada 100-200 metr, Makka Mukarramada 700-800 metr masofadagi yangi yaxshi shinam gastitsa olganmiz. Piyoda 10-12 daqiqalik yo'l bemalol 5 mahal namozga qatnashsa bo'ladi. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati, Ravza-i Sharifdan ham tashvish qilmasalaring bo'ladi. Yuqori yilli, tajribali, malakali 50 boshlarimiz hamsafar bo'lishadi. Xavfsiz va mukammal umra qilishliklariga yelkadosh bo'lishadi. Aeroportda xudo xolasa xuddi shunaqangi kamzillarimiz, xuddi shunaqangi sumkalarimiz hamda vodiydan uchadigan reyslarimizga mana shunaqangi uchish yostiqchalarini ham tekinga bonus sifatida qo'shib beramiz. Eng asosiysi rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays firmasi orqali sizlarni umra safariga taklif qilamiz. Istasalaring Farg'onadagi ofisimizga, istasalaring Toshkentdagi ofisimizga tashrif buyurishlaring mumkin. Xohlasalaring Telegram orqali pasportlarni tashlab, rasmiy Centrum Holidays hisob raqamlariga bank orqali zakolatlarni tashlab bersalaring bo'ladi. Bizda barchasi qonuniy rasmiylashtiriladi. Xudo xolasa 7-Toshkent-Jidda yo'nalishidagi reysimizga sizlar uchun $875 vizalaring bo'lsa, vizalaring yo'q bo'lsa $975. 7-Namangan Madina yo'nalishidagi reysimizga $1015 vizalaring yo'q bo'lsa, vizalaring bo'lsa $915. 8-Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimizga $1025 vizalaring yo'q bo'lsa, vizalaring bo'lsa $925. 15-22-29 Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimizni $1050 agar vizalaring bo'lsa $950 qilib beramiz. Aytib o'tganimdek, O'zbekistonda 12 ta viloyatni aloqaga chiqinglar. Qo'shni Tojikistonda umra safariga bormoqchi bo'layotganlar ham bemalol bizga bog'lanishliklaring mumkin bo'ladi. Xudo xolasa juda ham chiroyli sharoitlarda tayyorlab qo'yganmiz. Kelasizlar, bir kun oldin gastitsaga joylashasizlar, ertasiga xudo xolasa bir kun dam olib uchib ketasizlar. Gastitsa to'lovlarini ham o'zimiz albatta to'lab beramiz. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, ekrandagi raqamlar xizmatlaringda 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlar ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh aziz yurtdoshlar, videolarimizga like bosib, kommentariyaga yaxshiliklar yozib qoldirib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga mana shu videomizni yuborib qo'yinglar. Inshaalloh keyingi videolarda yana ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.